Aldanib qolmang, Xitoy zborka, O'zbekiston zborka va Vyetnam zborka, lekin uchalasi ham brendi Samsung. Qisqasini aytganda, bugun Samsung plisosdan to'liq obzor qilib beraman. Qanaqasidan olish kerak, nimada farq qiladi, qaysi biri original, qaysi biri poddelka, to'liq tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz manfaatli bo'ladi. Birinchi bu poddelka Xitoydan boshlaymiz. Buni maslahat bermaymiz olishni. Ko'rsanglar bo'ladi, orqasini o'giramiz. Orqasida ma'lumotlari даже to'liq yozilmagan, seriyanka nomerlarigacha yo'q. Bu noinsoflar oldin xatyapti Made in Xitoy deb yozardi, hozir Vyetnam deb yozib chiqazyapti. Qisqasini aytganda aldanib qolmaylar, buni maslahat bermaymiz, har xili bor. Endi qaranglar, O'zbekiston zborkamiz ham bor. Plisosni juda ko'pchilik biladi. Oldinlari uyda ko'pchilik ishlatgan Koreya zborka bo'lgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda Artel yig'iladi. Bu ham original, ko'ryapsizlar. Seriyanka nomerlarigacha bor, lekin O'zbekistonda yig'iladi. Endi meni o'zimga shaxsiy maslahat beraganim Vyetnam zborkani maslahat bergan bo'ladim sizlarga. Chunki original, tortchi, eng mощный shu bo'ladi. Va orqasida ko'rsangiz bo'ladi. To'liq ma'lumotlari bor. Qancha tok yeydi, seriyankalari, hamma narsasi yozib qo'ygan bo'ladi. Cho'tta o'zida endi ko'ryapsizlar, 3 xil Samsung plisos bo'lyapti. Undan tashqari yana bir ma'lumot, bu original Samsungni ham Qozog'dan, Qirg'izdan kirayotgan garantiyasi yo'g'i bor. Xuddi shu tovar, xuddi shunaqa ishlaydi, garantiyasi bo'lmaydi. Qisqasini aytganda 4 xil bo'lyapti, ko'ryapsizlar. Maslahatim, tovar olayotganda hozirgi paytda kiyim-kechakda ham, boshqa sohalarda ham ko'p variantlar chiqib ketgan. Birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort, ehtiyot bo'linglar. Ishonchli odamdan olinglar, garantiyasi bilan birga olinglar. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like, podpiska esdan chiqmasin. Plisos kerak bo'lgan bo'lsa, nomerlarni qoldiraman, aloqaga chiqsanglar, sizga mos kelaganini qilib beramiz.